Assalomu alaykum. Spektrum geometriya 6-8 kitobimizdan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, mavzumiz uchburchak. Uchburchaklar. Uchburchak bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan 3 ta nuqtani va bu nuqtalarni ketma-ket tutashtiruvchi 3 ta kesmadan tashkil topgan geometrik shakldir. Uchburchakning bu ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Xo'p, triangles. Uchburchaklar burchaklarga ko'ra 3 ga bo'linadi, tomonlarga ko'ra 3 ga bo'linadi. Xo'p, burchaklarga ko'ra to'g'ri burchakli uchburchak, right triangle. Ya'ni bu A rasmida berilgan 90 gradus burchakka ega bo'lgan uchburchaklar to'rtburchak uchburchaklar deyiladi. Acute triangle bu o'tkir burchak uchburchak. O'tkir burchak uchburchagimizni har bir rasmda berilgan har bir burchagimiz 90 dan kichik bo'lgan uchburchakka o'tkir burchakli uchburchak deyiladi. Ya'ni 3 ta burchak ham 90 gradusdan kichik bo'lishi shart. Oxirgisi o'tmas obtuse triangle. Bitta 90 dan katta bo'lgan burchakka ega bo'lsa, o'tmas burchak uchburchak deymiz. Ya'ni o'zi boshqa o'tmas burchak bo'lishi mumkin emas. Ya'ni ikkita o'tmas burchak bo'la olmaydi. Bitta uchburchakda ikkita burchagi, ya'ni bitta o'tmas burchakka ega bo'lsa, demak bu o'tmas burchak uchburchak deyiladi. Xo'p, misollarimizga qaraydigan bo'lsak, shartda aytayaptiki, burchaklarini transporter yordamida o'lchab aytishimiz kerak. To'g'ri, o'tkir, o'tmas ekanligi. Masalan, seni o'lchab o'tirishimiz shart emas. 90 gradus belgisi bu. Demak, bu to'g'ri burchak uchburchak. A va B ni o'lchaganda esa A ni o'tkir burchakli uchburchakligi, B ni o'tmas burchakli uchburchak ekanligi ko'rinadi. Xo'p, ikkinchi misolimizda ham shularni aytishimiz kerak. Uchinchi burchakni topishimiz kerak. Bu yerda biz aytdik, uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus dedik. Agar bu ikkalasining yig'indisi 140 bo'lsa, demak 3-burchagimiz ham 40 gradus bo'ladi. Bu yerga nima? 40 gradus qo'yamiz. Xo'p, bizda 90 gradusdan katta bitta burchak bor, 100 gradus. Demak, bu o'tmas ekan, obtuse triangles. Xo'p, ikkinchisida 65 ga 75 ni qo'shamiz. 140 bo'ladi, ya'ni 180 bo'lish uchun bu ham 40 gradus. Hamma burchaklarimiz 90 dan kichik bu yerda. Demak, bu o'tkir burchakli uchburchak. Xo'p, bu belgini aytdik, bu 90 gradus ekanligini bildiradi. Bu 90 gradus bo'lsa, uchalasining yig'indisi 180 gradus berish uchun bu 35 gradus bo'lishi kerak. 90 gradus burchakka ega bo'lgan uchburchakni biz aytdik to'g'ri burchakli uchburchak deb. Demak, to'g'ri, o'tkir, o'tmas 3 xil turi bor burchaklariga ko'ra uchburchakning. Keyingi mavzumiz yana uchburchaklar, faqat tomonlariga ko'ra. Xo'p, uchburchagimiz tomonlariga ko'ra ham 3 ga bo'linadi. Ya'ni teng tomonli, teng yonli, turli tomonli. Xo'p, equilateral. Inglizchada xato talaffuzlar uchun uzr. Demak, bu teng nima ekan? Tomonli.
Teng tomonli degani hamma tomoni, uchta tomoni bo'ladigan bo'lsa, masalan bu 10 santimetr bo'ladigan bo'lsa, bu ham 10 santimetr, bu ham 10 santimetr degani. Xo'p. Tomonlari teng bo'lsa, ya'ni uchta tomon bir-biriga teng bo'lsa, burchaklari ham teng bo'ladi. Ya'ni ular 60 gradusdan bo'ladi uchalasi ham. Muntazam uchburchakni hosil qiladi. Ya'ni biz uni regular muntazam uchburchak deb ketishimiz mumkin. Triangles. Xo'p. Equilateral degan jumlani biz teng tomonli dedik va bu faqat uchburchak uchun ishlatilmaydi. Masalan, rom oladigan bo'lsak, romda romni ham hamma tomoni teng bo'ladi. Masalan, 10 santimetrdan bo'lsin, farazan deylik. Rom. Lekin romni hamma burchaklari teng bo'lmaydi bir-biriga. Masalan, bu 120 bo'lsa, bu 60 bo'lsa, bu 120, bu 60. Xo'p, lekin biz romni demak equilateral deb ishlata olamiz, chunki bu ham teng tomonli. Regular deb ayta olmaymiz, chunki muntazam bo'lishi uchun ham burchaklari ham tomonlari bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ikkinchi uchburchagimiz teng yonli, ya'ni ikkita tomonimiz teng bo'lsa, uchburchak ikkita tomoni bir-biriga teng bo'lsa, teng yonli uchburchak deyiladi. Demak, bu inglizchada isosceles deyilar ekan. Teng nima? Yonli. Teng yonli. Uchinchisi turli tomonli. Uchburchak turli tomonli. Uchta tomonimiz ham bir-biriga teng bo'lmaydi. Scaling deyilar ekan, turli tomonli uchburchak. Xo'p, bizga o'lchang deyapti uchburchaklarni va teng yonli, turli tomonli, teng tomonli qaysi biri ekanligini yozing deyapti. Demak, biz bu uchburchaklarni chizg'icha yordamida o'lchab chiqib yozib chiqamiz. Qaysi biri teng yonli, qaysi biri teng tomonli, qaysi biri uchburchak turli tomonli ekanligini. Demak, biz chizg'ich bilan o'lchab chiqib yozib chiqdik. Shu bilan bu darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.